Bu Xitoyliklardan har balo kutsa bo'lar ekanda. Toshkentga oyog'idan Xitoyliklar sho'rva qilibdi. Buni videoga qo'yib, nima qilib video qilib internetga ham tashlabdilar. Men hayron qoldim. Bu oyog'ini qayerdan olgan bo'lishi mumkin bular? Ayiq O'zbekistonga Qizil kitobga kiritilgan. Ahmoqgarchilikda undan ko'ra mana shunday mana magazinimning oldiga Faiz kafe bor. Men Faiz kafega kelmaysanmi? Feruz shu Dumg'o'za sho'rva deysanmi? Buyin sho'rva deysanmi? Yana nimadir bir g'alati ovqatlar bor. Sanga qilib bermaydimi? Shuna sho'rvachani yeb, shuna magazinimga kelib bir tomosha qilmaysanmi? Qancha bir tovarlar olib kelingan. Har balo kutsak bo'lar ekanda bu Xitoy bachchalardan. Buna qaranglar, bu mashinani to'ldirmaylar desam ham baribir hay aka bo'ridanda deb tashlab yuboribdilar. Bizlar bo'lsa shunday narsa olib kelamiz bularga, ular oyog'idan sho'rva qilib chiqibdi. Mana shu yerga kelinglar Faizga, undan ko'ra mana Feruz sho'rvachalarni g'alatisidan qilib bersin. Keyin shunani magazinga o'tasizlar.